Sizlarda ham qiyma shashlik tashab o'rganmi? Unda bu videoni ko'ringlar. Toshkentcha qiyma kabob. Piyozni мясорубкаdan chiqazib olamiz. Tuyani go'shtini parre qilib olamiz. Rozmarin qo'shib tuyani go'shtini chiqazib olamiz. Piyozni suvini siqib olamiz. Sizlarni ham shunaqa suv bilan siqib ichgan odamga bitta videoni tashab qo'yinglar. Nonni burdalab tashlang. Suv siqilgan piyoz, non мясорубкаdan chiqqan, paprika, tuz, adjika, chesnok, murch, kashnich, shafran, zira aralashtiramiz. Qorishmamizni yana bir marta мясорубкаdan chiqazib olamiz. Qiymani mikserda qorib olamiz. Qiymani 1 soatga muzlatgichga tiqib qo'yamiz.